Assalomu alaykum, O'zbekiston. Meni bu murojaatim ba'zi bir sportsmenlarga, hammasiga emas. Ba'zi bir sportsmenlarimiz O'zbekistonni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz deyishdida, nabarat yerga urib qo'yishdi. O'shalardan iltimos, sizlarga ringga chiqqaninglarda qo'lingizga mikrofon bersa, oshiqcha gap gapirmasdan, meni qo'llab-quvvatlab turgan xalqimga rahmat, duo qilib turgan ota-onamga rahmat, murabbiylarimga rahmat deyni, oshiqcha gap gapirmani. Na qolaversa, mana qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston bir-biringlarga nima qilishlar, xuddi yonverimizdagilar qaraganda xuddi biz bir-birimizga dushmandak. Yo'q. Nima vizib tashsizlarmi? U ringda bo'lsa, ringdan tashqarida biz hammamiz do'stmiz, biz bitamiz. Na qolaysa murabbiylardan Jasur Alijonov sizga rahmat. Gap yo'q, bolalarni sportiga ham, tirnovkasiga ham, odobiga ham har tomonlama qarab nima qilasiz? Gap yo'q, rahmat. Zo'r sportsmenlarimiz bor. Ashuladan o'rnak olaylar. Mana Doston Bozorov, Xolmurod bor, Hotamboy Boynazarov bor, Shoh Hasan unaqalardan juda ko'p. O'shalardan o'rnak olaylar. Gap yo'q, rahmat. Spokойно chiqadi. Ashulaning ota-onasiga ham rahmat. Gap yo'q. Naketem Kamil Karate mana eng oxirgi nimasida juda chiroyli gap gapirdi. Biz hammamiz birlashgan paytimiz keldi. To'ppa-to'g'ri. Lekin o'sha narsaga Kamil Karate o'zing ham amal qil. Juda ko'p ba'zi PR qilib qo'ysan. Rahmat, lekin shu gapingga gap yo'q. Malades mujik. Qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, boshqa davlatlarda ham meni ham muxlislik qiladigan sportsmenlarim juda ko'pda. Misol mana Qozog'iston fuqarosi Shavkat Rahmonov har bitta jangini kutaman, balet qilaman, duoda bo'laman. Hammasiga nima qolgan sportsmenlarimizga ham shulardan o'rnak olishini nima qilaman. Bu gap hammasiga tegishli emas. O'zi ba'zi biriga Nursulton Nuruzboyev mana unga ham malades. Addushi hurmatlis Nursulton. Bugun 7-fevral bo'lib o'tadigan Humo Arenadagi nimaga hamma sportsmenlarimizga omad tilaymiz. Xalqimiz duoda. Doim g'alabali nimalarni kutib qolamiz sizlardan. Hammaga rahmat.